Xo'p, hamma kir moshina olaman degan odamlarda bitta qiynaydigan savol bo'ladi. Oladigan mahsulotim ishonchlimi, sifatlimi, garantiyalari bormi? Bugun shu savollarga to'liq javob berib o'tamiz. Sizlar uchun top 5 eng ishonchli kir moshinlarimizni ko'rsatamiz. 5-o'rinimizda Toshiba brendidan 7 kilolik modelimiz bo'ladi. Bu modelimizni deyarli hamma tanisa kerak. Toshiba Yaponiyaning brendi, yapon sifati, Xitoyda sborka bo'ladi. Xo'p, shu o'zida 12 ta funksiyali bo'ladi. Buni top 5 ga olib chiqadigan birinchi sababi, hop, ultra bubble funksiyasi bo'ladi. Bu tomonga parashyut solasizlar. Parashyut o'zi pramoy barabanga bermaydi-da, pastga beradi. Barabandan keyin ichiga ko'pik holatda chiqarib beradi. Hop, ichini barabanlari ham ko'rsanglar bo'ladi. Barabanlar ham ancha sifatli, kastrinniy nержавейка metaldan qilinadi. Hop, bu kir mashinamizni hozirgi kunda narxi o'rtacha $450 atrofida sotilyapti. Hop, sizlar uchun buni Texnopuls kanalidan olganlar uchun bor yo'g'i 1.800.000 so'mga qilib beramiz. Bunimizning bitta kamchiligi bo'ladi. Faqat barabani qolgan 7 kiloliklarga qaraganda sal kichkinaroq hisoblanadi. Hop, bu kir mashinani ham tavsiya qilinadi. Hop, 4-o'rinimizga keladigan bo'lsak, 4-o'ringa Laretto'dan 7 kilo DD motorli kir mashinamizni qo'ydik. Bu kir mashinamizni hop 4-o'ringa qo'yishimiz sababi direct drive motor. Ancha 5 shumli, 5 shovqin, bez vibratsiya ishlab beradi. Funksiyalari ham ko'proq, 14 ta bo'ladi. Yana qulayliklarga o'tadigan bo'lsa, bu yerda o'zida tarozisi, dazmoli bo'ladi. Обороти ham 1400 оборотda, 1200 dan balandroq hisoblanadi. 95 gradus suvni qizdirib beradi. Xo'p, barabanlarga keladigan bo'lsak, barabanlari ham qolganlarga qaraganda ancha katta, 7 kilolarga qaraganda katta, bemalol 8 kilo объемda qilaveradi. Xo'p, tok rasxodlari ham ancha ekonomичный, invertorli motor. Hop, dazmol, tarozi, hamma funksiyalari bor. Bu kir mashinamizning hozirgi kundagi narxi $380 chiqyapti. Bemalol o'zimizdan sotib olsanglar bo'laveradi. Bunimizda ham bitta kamchiligi bor. Faqat barabanning metali qolgan o'rindagi kir mashinalarga qaraganda ozgina sifati pastroq bo'ladi. Lekin ro'zg'orga ancha xizmatingizni qilib beradigan narsa. 5 yil 10 yil indamay ishlayveradi. Hop, 3-o'rinimizga keladigan bo'lsak, 3-o'ringa Hisense kir mashinamizni qo'ydik. Hop, 3-o'ringa qo'yishimizning sababi, bu kir mashinamizda eng zamonaviy dizayn, eng zamonaviy funksiyalar ishlatilgan bo'ladi. Barabanlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Barabanlar ham ancha kastrinniy titaniy metal bo'ladi. Qalin baraban qo'yilgan. Bunimizning qulayligi, hop, Wi-Fi upravleniyasi bor, telefondan boshqarsangiz bo'laveradi. Funksiyalari ham 14 ta 12 ta emas, 16 talik bo'ladi. 5 tadan funksiyasi bug bilan ishlaydi. Bunimizda avtomatik rejimlari bor. Solasiz. Avtomatik funksiyaga qo'yganingizdan keyin kiyimni o'zi materialga qarab turib, o'zi ligirovka qilib olaveradi. Bunimizda yana bitta qulaylik tomoni super stirkasi bo'ladi, 49 minutlik. 49 minutlik, 15 minutlik bistri stirka bilan aralashtirib olmaysizlar. 15 minutlik bistri stirka sovuq suvda yuvadi. 49 minutlik stirkaga qo'ysanglar, issiq suvda toza kastrinniy qilib yuvib beradi. O'zim ham aynan shu kir mashinani ishlataman, shuning uchun 3-o'ringa qo'ydik, tavsiya qilinadi. Bu kir mashina kim sotib olish kerak? Menga zamonaviylik, funksiyalari qulay bo'lsin deganlar sotib olsa bo'laveradi. Bunimizda ham bitta kamchiligi bor. Bitta kamchiligi baraban gabarit kilo 9 kilo, lekin 9 kiloga qaraganda ancha kichkinaroq, lekin udobniy tomoni og'zi aylanasi katta bo'ladi qolgan kir mashinalaridan. Ichkari tepaga, pastga chuqurroq bo'ladi. Bundan bemalol kattaroq kiradi, yusanglar ham bo'laveradi. Tok rasxodlari ham ekonomичный, 5 shumli bez vibratsiya bu ham ishlab beraveradi. Xo'p, ikkinchi o'rinimizga keladigan bo'lsak, albatta legendarniy Samsungimiz bo'ladi. Samsung kir mashinamiz kilosi 8 kilolik. Bunimizda topga chiqaradigan funksiyalarda eng muhimi EcoBubble funksiyasi bo'ladi. Xo'p, hamma kir mashinada bu tomonga parashyut solasiz, dozatorga parashyut solganingizda barabanga olib tushadi, keyin ko'pirtiradi. Bunimizda bo'lsa, oldin ko'pirtirib beradigan EcoBubble'ga tushadi, u yerda ko'pirtirib turib, keyin barabanga ko'piydi beradi. Bunimizda ham 14 ta funksiyasi bor. Bu bilan 2 ta funksiyasi ishlaydi. Yana qo'shimcha upravleniyalarga keladigan bo'lsak, bu tomonda qo'shimcha 1 martadan 5 martagacha chayqash funksiyasi, 1200 оборотda, dazmollari ham bo'ladi o'zida. Yana bitta zo'r tomoni ko'pik qilib beradigan funksiyasi bo'ladi bunimizda. Ko'pik qiladigan funksiyasiga qo'yganingizda o'zi kiyimdagi tog'orada uyutganingizda uyutib turib, dog'larini chiqarib turib, toza qilib yuvib beradi. Bu kir mashinamizning hozirgi kundagi narxi $480 atrofida chiqyapti. Bemalol buni ham sotib olsanglar bo'laveradi. Hisense'imiz narxini aytib o'tib ketmodim. Bunimizning narxi sal masalan $500 bilan $300 orasida.
350 dollarga chiqadi bunimizning narxi 9 kiloligimiz. Lekin budjetli model bo'lganiga qaramasdan, lekin sifat, kачество bo'yicha bemalol LG Samsung bilan konkurent qila oladi. Birinchi o'rinimizda hamma bilgan, kutgan LG kir mashinamiz. LG ni bilasizlar, o'zi eng uzoq muddat xizmat qilib berish bo'yicha birinchilikni hech kimga bermaydi. LG da hamma modellaridan bor. Hamma modelini olsangiz ham yutqizmaysiz. Sizlarga ko'rsatadigan modelim eng oxirgi chiqqan modellaridan bittasi 7 kiloli modelimiz bo'ladi. Bunimizda sun'iy intellekt bor. Искусственный intellekt kirdi solasiz, kilosini materialda o'zi ajratib oladi-da, shunga qarab turib suvingizni, tokingizni o'zi rasxod qilib beradi. Bunimizda ham 14 ta funksiyali bo'ladi. Ikkita funksiyasi bug bilan ishlab beradi. Bistri stirkalari ham 14 minutlik bo'ladi. Xo'p, bu kir mashinamizning ichini ko'radigan bo'lsak, ichlari ancha katta qilingan. Qolgan 7 kilo, 8 kilolarga qaraganda LG niki ancha kattaroq yuradi. Barabarlari ham eng качественный barabarni ishlatadi. Xo'p, bunimizning hozirgi kundagi narxi 420 dollar chiqyapti. Bemalol menimcha olib ishlatsa bo'laveradigan. Agar sizga ham shunaqa original texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga podpisatsiya bo'lib qo'ying. Pastda o'zimning nomerlarimni qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib zakaz qilsangiz bo'laveradi.